Türkiyədəki ikinci çoğ öktücü partiya bolğan İyi partiyasının rəisi Meral Akşener xanım Türkiyə parlamentiga Uyğurlar uçurğan zulmni irqi qırğınçılıq deb tunuş üçün tələb sunulduğanlığını bildirdi. O mundaq dedi: Kanada və Gollandiya parlamentlari Xitayning Uyğur türklariga qilgan zulmini irqi qırğınçılıq deb qabul qildi. Parlamentdagi guruh vakillari do'stlarimdan talab qilaman. Parlament raisi bilan ko'rib cheslab bekitinglar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Uygurlar uçurgan zulümni irqi qırğınçılıq deb qabul qilishni kerakligini talab qilinglar. 22 fevral Kanada Avam Palatası, 25 fevral Gollandiya parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning Uygurlarga irqi qirg'inchilik qilayotganligini qabul qilgan edi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uygur Türklerinin uğradığı mezalimin soykırımı olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Xitayning Fransiyada turishliq elchixonasi Uyg'ur lageri shohidi Gulbaharning Xitoy gulagida hayot qolg'uvchi nomli asiriga qarshi 23 fevral bayonot e'lon qilgan. Bayonotda Gulbaharni sepi o'zidan bo'lgunchi va terrorchi deb ayblagan. Gulbahar Xotvajining yaqinda nashrdan chiqqan Xitoy gulagida hayot qolg'uvchi nomli asari Fransiyada zo'r ta'sir qo'zg'agan. Nurg'unlagan donliq matbuotlar bu kitob haqida xabarlar tarqatgan va uningda o'tirg'a qo'yilgan mazmunlarni tunishtirgan. Gulbaharning lagerdagi hayot kashmishlarining navbatda Uyg'urlar uchrayotgan jazo lagerlaridagi fojialarni jonliq yo'ritib berganligini ilgari surishgan. Kitobning Fransiyadagi kuchli ta'siri Xitoy elchilarini beoram qilgan. Egilanishicha, Xitoy elchixonasi bayonotida Gulbaharni 2009-yil Urumchida yuz bergan 5-yo'l voqeasiga qutratqulik qilgan deb ayblagan. Fransiyada panohlanib turayotgan Gulbahar xonim bo'lsa, Xitoyning bu bayonotining butunlay yolg'on yo'ldoqlar bilan to'lganligini aytdi. Fransiyada panohlanib turayotgan Gulbahar xonim yana Xitoyning bu bayonotining butunlay yolg'on yo'ldoqlar bilan to'lganligini tilga oldi. U Xitoy elchixonasining bu bayonotidan beoram bo'lmaganligini, aksicha Xitoyning bu bechoraligiga kulkisi kelganligini ifoda qildi. Xitoyning Xoңكوڭ alayida ma'muriy rayonida saqchilar 47 nafar pa'aliyetchini hukumatni og'dirib tashlash uchun plan tuzgan degan bahona bilan qo'lga oldi. Mazkur pa'aliyetchilarning bugun sudga chiqarilganligi e'lon qilindi. 23 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan pa'aliyetchilar yanvarda tutqun qilingan va keyin qo'yib berilgan edi. Amerikaning sobiq prezidenti Trump o'zining Cumhuriyetçiler partiyasida aktiv rol o'ynaydiganligini eskartib, 2024-yili o'tkazilmoqchi bo'lgan prezident saylamiga kandidat bo'la oladiganligini ko'rsatdi. Vazifasini bu yil 20 fevral demokratik raqibi Joe Bidenga topshirgan Donald Trump Floridada o'tkazilgan 2021-yili konservativlar siyosiy harakat yig'inida ommaga tunji qatim nutq so'zildi. Trump yangi partiya quradiganligi haqidagi so'zlarni aniq rad qilib mundaq dedi: "Men yangi partiya qurmayman. Bu yo'linishdagi xabarlar yolg'on. Cumhuriyetçiler partiyasi bizning partiyamiz. Bizning faxrlik, tirishchan va vatanparvar amerikaliklar harakatimiz amdilla boshlandi. Biz shuni qilamiz, oxirida g'alaba qilamiz." Trump yana 2022-yildagi parlament o'tiri mezgillik saylami va 2024-yildagi saylamga qatnashish yo'lida Cumhuriyetçiler partiyasida aktiv rol o'ynaydiganligini va bu saylamda g'alaba qilish uchun o'rtaq tirishadiganligini bayon qildi. Germaniya Tashqi ishlar ministri خوڭكوڭدا oldin qatda Yevropa ittifoqi rahbarlari qo'shilgan vaksina pasporti to'g'risida bayonot e'lon qildi. Germaniya Tashqi ishlar ministri خوڭكوڭدا Twitter hisobida Yevropa ittifoqi davlatlarida ishlatishni planlangan vaksina pasporti to'g'risida ham bahirlagan uchurida mundaq dedi: "Biz cho'qim Yevropa vaksina pasportini tez suratda ishlashimiz kerak. Eng yaxshisi aqliy iqtidorli telefonda ishlatishga bo'ladigan raqamli suplarning hujjati bo'lishi kerak. Biz yo'qin mezgilida oldin faraz qilg'ili bo'ladigan masalalarni hal qilish chorasi tayyorlamag'ashqa nurg'un vaqtimizni zoya qildik. Biz imkon qadar tez vaksina emlashimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda vaksina emlash pasportining vaqtida tayyor bo'lishiga kafolat qilishimiz kerak."